Demek, bugün Yoshlik ko'chasi 18-uy bo'yicha sud prosessi bo'lib o'tdi. Jinoiy ish sud prosessi bo'lib o'tdi. Sudda tinglovchi sifatida qatnashdim, chunki ochiq sud bo'ldi. Endi qaranglar, sud prosesida har bir guvoh, har bir shu jabrlanuvchi, har bir da'vogar deymizmi, guvohlik berishdan oldin qo'l qo'yadi. Yolg'on guvohlik berilman deb qo'l qo'yadi. 245-modda bilan ogohlantirilaman, to'da-shuda deb aytadi. Lekin bugungi sud jarayonida ana shu nima quruvchimiz sudyani nagli aldab turibdi. Nagli. Men ichki ishlardan уже surishtirib ham ko'pman. U oldi sotdi shartnoma bo'lgan yoshlik 18 ni o'zining xotinining nomida bo'lgan noturar binoni уже davno oldi sotdi shartnoma tikibdi u. Lekin shu yerda odamlara 3-4 kuni adınıza o'tirib beraman deydi. Nishab adına o'tiradi uni? Birovni adında durgan zdaniyani nishab u boshqa adamlarning adına o'tiradi? Yine savol sizlarga bir. Ikkinchidan, shu o'zida mashinada men darrov bordimdan Shahzodni jabrlanuvchi ekanligi va oldi sotdi shartnomasi bor. Ya'ni shu bino garov emasligi haqidagi isbotni sudyaga berdirdim shu yerda. Aparib beringlar, ina yolg'on so'lab turgani явно ko'rinib turibdi dedim. Nechun bu kadar yolg'onchilik zamoni bo'lib ketdi? Men hayronman, вообще hayron bo'ldim. Keyin quruvchi no dedi. Hozir uni shotlari muzlatilgan, shotunda paloncha summada puli bor ekan. Depozitdagi pulni masalan sudyaning qarori bilan ana shu jabrlanuvchilara berish mumkin. Ya'ni kim 200 million to'lagan, kim 150 million to'lagan, kimdir yana qanchadir million to'lagan shu uyni olaman deb. Endi uyni berib bo'lmaydi nimaga? Bilasizlar nimagaligini? Gazning ruxsati yo'q. 4-qavatni aprelning oxirigacha yiq deb aytib qo'yibdi. Shahzada, ikkinchi shaxsga, ya'ni sotib olgan odamga. Unga ham jarima qo'llab qo'yibdi. 200 minimal jarima agarda yıkmasa. 220 million bo'ladimi? Ish qilib, o Shahzod degan ham o'rtada hozir jabrlanuvchi aylanib qoldi. Bu yerda 20 xo'jalikni odamlar ham jabrlanuvchi aylanib qoldi. Lekin quruvchi o'zini pozitsiyasida qolayotir. Men shu yerni hayron bo'lib turibman. Bo'ynini turtdi, oldim deb turibdi pullarni. To'g'ri, pullarni oldim dedi. Lekin 3-4 kuni halatib beraman. 3-4 kuni adına o'tiraman. Axir adına o'tirilmaydi. Janob sudya, adına o'tirilmaydi. U garovda emas uy. Men bugun sizni savollaringizni eshitdim. Berib turgan jabrlanuvchilarga savol berdingiz. U uy bitmaymi ekan, qachon bitadi? U uy natural bino u. U uy bitgan, lekin u yashash uchun mo'ljallanib qurilgan uy emas. Qatlovandan quruvchi uni turar joy deb sotgan odamlara. Bilasizlar, o'zbek xalqimiz sodda xalq. Gelinglar, bu adamlarni polностью to'lagan pulini ham qaytarib berish kerak. Moddiy ma'naviy zararini ham berish kerak. Necha yil kutdi bular, уже pulni qiymati qochib ketdi. Pulni qiymati уже tushib ketdi pesa. Uchinchidan, sho'ra sarflagan remonti uchun, sho'ra sarflagan xarajatlarini pullarini ham undirib berish kerak. Chunki ular shu davrda to'lagan pullar hozir uy olib bilmaydilar. Sho'larni ham o'ylashimiz kerak. Endi keyingi sud prosesida xudo xolasa men Toshkent shahridan ish bo'yicha ketyapman bugun. Toshkent shahridan qaytganimdan keyin ikkinchi sud prosesini ham kuzatamiz. Lekin hurmatli sudya, bu sizga bosim emas, unda turib o'zingizga qabul qilmang bu videoni. Men aytmoqchimanki, biz bloger jurnalistlar avval bu materialni yaxshi o'rganamiz. O'rganib ham chiqdim men o'zim shaxsan hamma idoradan, tashkilotdan o'rganib chiqdim. Bu zdaniyani taqdiri, odamlarning taqdiri nima bilan tugashi. Shuning uchun bugun yana u quruvchi aytib turibdi, men Shahzodning ustidan ichki ishlarga berdim dedi. Hech qanday ichki ishlarga bergani yo'q. Bu yolg'on axborot bo'ldi. Qani bunga 245 qo'llaysizmi yolg'on axborot bergani uchun? Men ichki ishlarga chiqdim, so'radim. Shundaymi deganimda hech qanaqasiga bizara Shahzodning ustidan ariza tushgan emas va u jinoyatchi sifatida hech qanaqa yerda ro'yxatda o'tmagan. Nabarot, jabrlanuvchi sifatida u sudlarga chaqirilgan. Shuning uchun hozir bu yerda masalani ko'ndalan qo'yib turib, xalqni taqdirini o'ylashimiz kerak. Xalqni peshona terisi bilan topgan pullarini qaytarishni o'ylashimiz kerak.